Menga qarab tuzat ishdan haydalib ketaman. Mana tuzat hozir 2 soatda bo'ladi. To'xtab tur. Behroz, taksi chaqirib hozir ishdan haydalib ketib qolaman, iltimos. Hecham vahima. Bu hayotda Abdulhamid Cho'lponning bir gapi doim yodingda bo'lsin. Yeganing o'zingniki, chaynaganing guvoh. Qora oshni milliy taomlarga boraylik. Yana past o'ting. Bo'lmaydi. Behroz nima deysan? Qorin g'amidan boshqa g'am ham bormi? Galileo Galileyning gapi sizlarga yetarli emasmi? Qanaqa gapi? Oyda ham dog'lar bor. Baland tog'lar bor. Yer sho'rva ichamiz. Vodiyga ketyapmiz, quruq ketmaylik, patrga to'xtab olamiz. Magazinga ko'payganga qaysi birda patr olamiz? Azodbeklar, bu muammoga Kristofer Kolumb Amerikani kashf qilayotgan paytda yechim aytdik. Qanaqa yechim aytgan ekan? Jo'rabek Patir olamga ta'tir. Buni yana falsafa qilyapti-ki. Birinchi marta to'g'ri gapirdim. Haqiqatan Jo'rabek patirlar eng zo'r. Qodir nega tushdi? Kecha doktorga borgan ekan, umrini oz qolganini aytdi. Hammasidan xabarim bor. Sa'di Sherozning bir chiroyli misrasi bor. Behroz hozir ko'nglimga eshitma sig'maydi. Eshit, dardlaringga ancha davo bo'ladi. O'z to'ningga solsang ham 700 yamoq, o'zga to'nim so'ragandan yaxshiroq. Mustafoqul Botaboyevning bir gapi bor. Yaralangan qush hamon uchmoqda. Wiggle, wiggle, wiggle.